Angliyaga kelib, dollarlarni masa qilib, chachini bemalol ishlatadigan biznes topib qo'ydim akalar, qaranglar. Ichiga ham tushib qoldi akalar. Ko'rib turgan bizneslaringdan bir kuniga 1,5 million so'mdan 3 million so'mgacha daromad qilishyapti ekan. Bundan tashqari uy sharoitida bemalol aka-uka oilaviy boshlasa bo'ladigan biznes ekan. Endi Rossiya, Koreyalarga borish shart emas. Kredit qarzlardan qutuladigan payt keldi akalar. Bitta-bittadan like bosib, sizni orzuyingizdagi ish qanaqa? Yotib olib pul topmoqchimisiz yo mehnat qilib peshona teri bilan zo'r qilib soqa qilmoqchimisiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Hozirgi bo'lgan suhbatimizda siz kommentariyada yoki siz o'ylab turgan savollaringizni Masha akaga beramiz. Birinchi o'rinda o'ylayapsizlar, agar shunaqa zo'r biznes bo'lganda, senlar o'zing qilmasmiding degan savolni o'ylab turibsizlar. Hozirdan bilyapman, ko'rib turibsizlar akalar. Xuddi shu holatda 6 ta chiqadi. Har bittasidan 5000 so'mdan daromad qiladi. Akalar, sizlaringdagi savollar topayotganim uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Biz akamizga qanday savollarga tushib qo'yishimiz. Akalarimiz chetga o'rnatib berishgan. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, videoda ko'rsatayotgan biznesingiz shunaqa zo'r bo'lsa, nimaga reklama qilib o'zingiz qilmayapsiz? Nizam qilyapmiz aka, xudo xolasa, naryoqda bir joylar ham bor. O'tgan safar video qilgan joyimi? O'sha o'zingizni joyingizda. Xo'p, aka, bitta narsa, menga qarating kamerani. Xo'p, o'zingizdan biznesni shunday yuritib turib, olibni sotib, boshqalarga ham foyda istayib, ham daromad qilsangiz, tez chiqadimi degan savol. Tez chiqmaydi qo'shimcha daromad. Akalar, bittadan like bosib qo'ydi. O'zlari ham qilishadi. Sizdan o'yladi, sizdan o'ylasa, sotamiz. Aka, rostdan ham oilaviy uy sharoitida qilsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Qarindosh urug' bilan ishlaymiz hozir. Qarindosh urug' bilan akalar ishlayotgan. Hozir qayerdamiz aka? Hozir Norindamiz aka. Namangan Norin tumanidan. Butun O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraverasiz. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab o'rnatib, narxlar kelib, chiroyli qilib chiqarib, oxirigacha xohlaganda aytganlarga qilib bera olamiz. Xo'p aka, uy sharoitida eng arzon necha puldan boshlanadi? Bu sharoitdagi eng arzon 1,5 ming dollardan boshlanadi. Necha pul topadi? 2 dona qolib bo'ladi aka. Necha pul topadi? 60 mingdan bir marta qo'ysa 120 ming so'm bo'ladi. Unga qarab ob'em ko'paytiramiz, qolib soniga ketaveradi, qo'shilib ketaveradi. Mehnatiga ko'p qo'ysa, o'sha 2 dona deganimiz ruchnoy bo'ladi. Yerda turadi, 2 dona qolib bo'ladi. Ruchnoy avtomatik reskator. Ruchnoy reskasi bo'ladi. O'zini kesadigan troslari bo'ladi. Komplekt bo'ladi. Suv o'chgan mishatga ham bu yoqqa ko'rib ishlaydigan holatda bo'ladi. Retseptlargacha o'rgatib, xudo xolasa, o'rgatib chiroyli qilib, xuddi shunaqa ishlar chiqarib, mana qilib tayyorlab beramiz aka. Aka, yana bitta negativni ichida fikrlab turgan miyasidagi savolni ham berib ketay, qarang. Buni chiqarib olgandan keyin sotilmaydi, odamlar sotilmasdan qoliplarni sotaman deb yuribdi degani ham bor, men ko'rib o'tirganlar orasida. Nima desa bo'ladi o'shalar? Aka, endi avvalo xudo ishlash kerak. Mehnat qilmadan to'g'ri chiroyli ish chiqarsa, sotilib ketadi o'zi. Oldindan zakasam berilyapti. Oldin qo'ygan aka. Xudo xolasa, 2000 taga zakat qo'ydik. 2000 taga zakatlari bor. Akalar, o'zlari o'ylab ko'ringlar. 300 tadan chiqarilsa, men agar 5 kundan beri chiqarilsa